Bu qush har safar tuxum qo'yganda jiddiy qiynaladi. Gap kivi qush haqida ketmoqda. U tovuqdek kattalikda bo'lsa-da, tuxumi juda ulkan, deyarli tuyaqush tuxumidek. Shuncha katta tuxumni qo'yish kivi uchun og'ir jarayon bo'lib, ba'zida uni chiqarishga soatlar sarflaydi. Uning tuxum urg'ochining tanasi vaznining taxminan 15-20% ni tashkil etadi. Masalan, bu 54 kg odam tanasida taxminan 11 kg chaqaloq tug'ilishiga teng. U yurib yurgan kivi mevasiga o'xshab ko'rinishi mumkin, ammo kivilarda qanotlar bor. Faqat juda kichkina, atigi 3-5 cm uzunlikda. Ularning patlari boshqa qushlarga qaraganda yumshoqroq va g'ijimroq bo'lib, ularni yanada mevaga o'xshatadi. Qiziqarli fakt: kivi bu dunyodagi burun teshiklari tumshug'ining uchida joylashgan yagona qushdir. Bundan tashqari, tumshug'ining yon tomonlarida mushuknikiga o'xshash mo'ylovsimon patlari bor. Bu unga atrofni sezishda yordam beradi. Kivi ko'rish yoki eshitishdan ko'ra ajoyib hid bilish qobiliyatiga tayanib oziq-ovqat topadi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'nating va obuna bo'ling.